Bu shirinligimiz nordon mazani xohlovchilar uchun yoqadi degan umiddaman. Idishga un, margarin solib, shidreleti margarinini soldim. Yaxshilab uvalab olamiz. Hammasi bir-biriga kirishib ketgan bo'lishi kerak. Razrihitel solib, qatiqqa qaymoralashtirdim. Qanchaga qancha qo'shganimni hammasini opisaniyada yozib qoldiraman. O'rtacha qattiqlikda xamir qilib olamiz. Xamirim unaqa qattiq ham bo'lishi kerak emas, yumshoq ham bo'lishi kerak emas. Nachinkasini tayyorlaymiz. Menda gilos bor ekan, olchalarim qolmadi. Gilosdan tayyorlab oldim. Kukuruzniy kraxmal, ya'ni makkajo'xori kraxmali, shakar solib aralashtirib olamiz. Makkajo'xori kraxmali nima sababdan solinadi? Suv chiqib ketmasligi uchun solinadi. Xamirni yoyib shunaqa ko'rinishda kesib olamiz. Oralariga giloslarimizni terib chiqamiz. Qattiq qilib yopishtirish kerak. Men yaxshi yopishtirmaganimga oralari ozgina suvlari oqdi. Unaqa ko'p suv chiqmadi, lekin ozgincha oqdi suvlari. Chiroyli qilib yopishtirib, qattiq yopishtirib idishimizga shu ko'rinishida terib chiqamiz. Pishgandan keyin saxarni pudri, shakar upasi yoki shokolad oqsanglar ham mazasi zo'r bo'lib chiqadi. Hammaga yoqimli ishtaha. Tayyorlaganlarimiz ichimizga nur, qalbimizga huzur bo'lsin, ibodatlarimizga quvvat bo'lsin. Hammaga yoqimli ishtaha. Tavbat men qalbidan aytishim ham qilolmasdan etsa ham g'am